Mana biz Samarqand viloyatining Payariq tumaniga Rossiya Federatsiyasidan, Krasnodar o'lkasidan 50 ga yaqin super elitinalarni olib kelib ekkanmiz. Mana bizlar hozir to'liq sug'orish tuzumini yo'lga tushiryapmiz. Bugun aprelda 22-kuni. Mana to'liq ishlar olib borilyapti. Mana apreskvetillar, turbalar, krayniklar, trayniklar. Mana har bitta anosiga mashina sistemani tushiryapmiz. Mashina sistemani apreskvetil. Mana shuncha narsalar kelgan. Ular ishlayapti. Mana turbalar. Mana shu to'liq ishlar olib borilyapti. Mana biz mana shu yerga yana bir marta qaytarib aytaman. Krasnodar o'lkasidan super elitinalarni to'liq texnologiya asosida yerlarda tayyorlab ekilgan. Mana ko'ryapsiz. Tuplash soni 15 tagacha tuplash soni bor. Biz mana shunday sug'orish tizimini yomg'irlatib, sug'orish tizimini ishga solyapmiz. Hosildorlik 100 sentr atrofida chiqish kerak. Agar siz g'alladan yuqori hosil, sifatli bug'doy olmoqchi bo'lsangiz, eng birinchi o'rinda eng yaxshi urug'lardan foydalanish kerak va sug'orish tizimini yo'lga qo'yish kerak. Shundagina siz yuqori hosil 100 sentrgacha gektarga 10 tonnadan hosil olishingiz mumkin. Mana shunday tuzumlarda yangi texnologiya asosida ishlov berish kerak.